Assalomu alaykum do'stlar. Uyingizda отопление qildirmoqchisiz. Malyarkasini qilishingiz kerak. Budjetingiz kamroq. Agar отоплениeni 100% qildiradigan bo'lsangiz, malyarkaga budjetingiz yetmay qoladi. Sizga hozir beradigan yechimim, sizda ham отоплениеңiz bitadi, ham malyarkangiz ham o'z vaqtida ketaveradi. Men aytganim, turbalarni tortib qo'yasiz, radiatorga vertlar chiqarib qo'yasiz. 3 dan 1 qismi xarajat qilasiz, 2 qismi malyarkadan keyin kotelni qismini ham keyin qilsangiz bo'ladi bemalol. Hamma xonaga radiator razmeriga turba chiqarib qo'yiladi. O'sha tozaxona bo'ladigan xonaga olib borib qo'yiladi. Turbalar apressovka qilib ishtirok qilib olib ketilyapti. Nima degan? Kerak razmerga chiqarib ketyapti. Ustalarimizga, yangi shogirdlarga maslahat, razmerga 60likniki, 60lik panelli radiatorga 54,5 ikkita turbani sentri. Ikkita turbani sentri o'rtasi. Mana o'rtasida, bunisi o'rtasigacha 54,5 bo'ladi. 60lik, balandligi 60lik. 10 sm kichrayib ketaversa, bu razmerimiz ham 10 sm kichrayib ketaveradi. Remontdan keyin bitta xona remont bo'lgan. Oldin chiqarib ketgandik. Turbalar razmerga chiqib turibdi. Radiator olib bersalar, hisobga qilib beramiz.